Ramazon oyini barnomasiga xohladimki, zakotni masalasini ishora qilsam. Zakotga o'sha narsani bilishlik kerak. Birinchisi ahamiyati zakot. Zakotni islom azizga ko'p arzishi bor. Hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu ta'ala anhu aytdilarki, kasoyiki payg'ambar islom tiriklik pillasiga zakot beradi, hozir dunyodan ketibdilar, men xalifa rasuli Xudoning joyiga bir kaluloqda ham berayotgan bo'lsa, meni zamonamga bermasa, alaysiga jihod e'lon qilaman dedi. Pas arzishi zakotni bizga bildiradi. Umidvormanki, bizlarning sarmoyadorlarimiz, boylarimiz va boybachalarimiz va tijorat peshalarimiz zakotlariga xususlik qilmasalar, xususan Ramazon muborakka fuqaro va masokinni boyat yo'qlasalar. Ikkinchi masala, shariatimiz har bir nisobga o'zi zakot tayin qilgan. Misol, qo'y go'shtiga qirtadan birta, tilloga 20 misqolga, nuqraga 200 dirhamga, ho'kizu inayga 30 taga va tevaga ham bo'lsa 5 taga. Mana bulardan zakot beriladi. Kelali masoilhoy do'konga. Do'kon masalasiga kulli ajnosiki bor, yog'u, birinji bu har narsani tuting. Hammasini baqiymati shu ro'zga, na baqiymati xaridiga, balki qiymati shu ro'zga, buni hammasini qiymat qiladi. Ba'das qiymat qilgandan so'ra albatta necha narsalarni boyat bundan chiqarishlik bakor. Yaxcholiki istifoda qiladi. Qiymatbaho yaxcholni mashrubotiy narsalar qo'yadi va mushtarilarga sotadi. U yaxcholni qiymati zakotga kelmaydi. Ya'ni zakot unga ta'alluqi yo'qdi. Zakotdan boyat chiqarilsin u. Va kularlar qo'yilgan do'koniga yo isilar qurilganki do'konini balandiga 1500 yo 2000 taqriban dollar qiymati bor va mo'tariki bor minadi oyog'in tagiga. Bu narsalar hamma hojat aslisiga bo'ladi, istifoda bo'ladi. Bulardan zakot bermaydi. Xalosa hammasini bir joyga jam qilgandan so'ra o'zini qarzlarini ham chiqadi bundan. Bir dafa hammasidan kasr qiladi. Albatta o'zidan boshqalar qarzdor bo'lgudek bo'lsa, u talablariki qobil usul deydi. Ya'ni qo'lga kelayotgan bo'lsa, ularni ham jam qiladi bir joyga. Ba'dan unda bu nima qiladi? Zakotini chiqaradi. Uchinchi masala bahsi zakotga boyat biza bilsak, kimga boyat zakot berilsa, afzal va behtar shudiki, birinchidan inson inog'asiga bersin, xohariga bersin va shuni avlodlariga. Ikkinchidan inson tog'asiga bersin va xolasiga bersin va uni avlodlariga bersin. Uchinchidan bir inson abasi, ya'ni koko deydi bu istiloh, abasiga bersin va ammasiga bersin uni avlodlariga. Va to'rtinchidan zavil arham, kasoyiki shunga qarobati bor, bularga bersin. Va beshinchidan kasoyiki ahli qariyasi bor, o'zini va hamsoyalari bor, ahli hirfasi bor, hatto o'sha kishilarki faqir va miskin bo'lsa, bularga berishlik bor. Lihozo shu uch narsani bahsi zakotga nihoyat bilishlik kerak. Va ba'zi do'stlarning qo'liga shu hozirga pul topilibdi. Ya'ni do'konda shu hozirdan shuru qilibdi yo zamin sotibdi, hozir qo'liga puli bor. Bular ham so'raydilarki, oya zakotini beraymi? Na, zakotga birinchi sharti muhimi shudiki, havlona havl. Ya'ni ustidan boyat 1 yil o'tsin. Bu ma'no emaski Ramazon muborakka bir kishiga 5 lak qo'liga 5 lak afg'oni pul kelsa, 10 vohid shariat aytsak, ular ro'zaning ichiga zakotini bergin deb. Ya'ni ro'zaga zakotlar beriladi, baxotir bu chingaki Ramazon muborakka ajru va fodo o'sha a'mol ko'proq bo'ladi. Shu asosdan Ramazonga mardum nima zakotini beradi. Agarna masala zakotga il to'ldi sahida. Valovki zamistonni ichiga ham bo'lsin, qorni ichiga ham bo'lsin, va zakotini berishlik kerak. Ammo Ramazonga ko'proq ko'shish qiladi tojirlarimiz, boylarimiz bersalar, ajru fodoshi nihoyat ko'p bo'lganligidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.